Har birimizning eng muhim vazifasi tanamizga g'amxo'rlik qilish, uni to'g'ri oziqlantirish va rivojlantirishdir. Oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar, minerallar, mikro va makro elementlar to'liq hayot uchun zarur. Kalsiyning hayotiy jarayonlardagi roli aniq. Bular suyak va tishlarning tuzilishi, nerv impulslarini o'tkazish, mushak apparatining ishi, qon ivishlanishi, hujayra membranalarining o'tkazuvchanligi, yalliglanish va allergik jarayonlarga qarshi kurashdir. Kalsiyning asosiy manbai sut va fermentlangan sut mahsulotlaridir. Kunlik narx olish uchun 1 litr sut kerak, ya'ni 1,5. Kitoynat 300 Gipslo. Bu jismonan noqulay. Biz zarur bo'lgan foydani kichik miqdorda olishni xohlaymiz. Bundan tashqari 30 kattalar fermentlangan sut mahsulotlarini toqat qilmaydi yoki shunchaki yoqtirmaydi. Kunlik kalsiy ehtiyoji yoshga bog'liq va uning eng yuqori cho'qqisi balogat davriga to'g'ri keladi. Ya'ni suyak to'qimalarida kalsiy to'planadi. 25 Toplangan kalsiy darajasi asta-sekin kamayadi. Oziq-ovqatdan yetarli kalsiy iste'mol qilinmasa, tana uni suyaklardan iste'mol qiladi va natijada suyaklar zaiflashadi. Provitamin 3 kalsiyni to'g'ri sorib olish uchun zarur. Bu vitamin D'ning faol bo'lmagan shakli bo'lib, tirik organizmlar va o'simliklarda to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ta'sirida hosil bo'ladi. Vitamin 3 bu ayniqsa kamdan-kam tashqariga chiqadigan, shimoliy hududlarda yashovchi yoki kam yog'li diyetadan foydalanadigan odamlar uchun zarur. Vitamin 3 hayvon mahsulotlarida ham uchraydi. Sariyog, qizil kaviar, qattiq pishloq, baliq yogi. Yashil o'simliklarda esa o'tloq, otquyruq, petrushka. Duchning asosiy vazifasi kalsiy, magniy, fosforni sorib olish, metabolizmni oshirish, tish va suyaklarning mineralizatsiyasi hamda suyak skeletini hosil qilishdir. Ixtirotal suyak sog'ligiga yordam beradi. 3 ta tabletka kunlik kalsiy ehtiyojini ta'minlaydi. Shuningdek, u provitamin 3 bilan boyitilgan. Bu esa uni hazm qilishni osonlashtiradi. Ishlab chiqaruvchining ishonchi, yuqori sifatli xomashyo va ishlab chiqarishning har bir bosqichida nazorat katta rol o'ynaydi. Bugungi kunda tanamizning to'liq ishlashi va muvozanati uchun dietamizni biologik faol moddalar bilan boyitish zarur.